Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar? Men Umidaxon Nizomidinova, 30 yillik onko-ginekolog, oliy toifali, 30 yillik akusher-ginekolog. Necha yildan beri mana shu sohada ishlayapman, lekin juda ham ko'p ayollarni bepushtlik bilan davoladim. Lekin juda ham ko'p natijalar bo'ldi. Lekin kelayotgan savollardan shuni angladimki, bepushtlik o'zi nima? Ligi to'g'risida sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Bepushtlik bu bir ilma bo'ynida saqlanishsiz homilador bo'lmasligi, bu bepushtlik deyiladi. Bepushtlik nafaqat ayollarda, erkaklarda ham bepushtlik bo'ladi. Bepushtlik o'z navbatida birlamchi va ikkilamchi bo'ladi. Ikkilamchi bepushtliklar hozirgi paytda rosa ham ko'payib ketgan. Gormonal buzilishlar, infeksiyalar tufayli. Agar ayol homilador bo'lgan, tuqqan bola bo'lmayaptimi, bu ikkilamchi bepushtlikka kiradi. Shunday ekan, bepushtlikning sabablari gormonal buzilishlar, ayollarda bachadon va tuxumdondagi muammolar va infeksiyalar hisoblanadi. Agar sizda shunday muammolar bo'layotgan bo'lsa, albatta murojaat qiling. Albatta sizga yordam beramiz. Adminga yozing.